buni to'g'rilashga hech qanaqangi imkoniyat ham yo'q, imkoni ham yo'q, chunki eng asosiy narsasi rasos chiqib ketgan. Variant yo'q, endi yopib beraveramiz. Shu boyagi ana shu olib qolgan telefonimizni buni boshqa servisda ko'rishgan, tepa platani alishtirib olsa bo'ladi deb aytishgan. Biz mana ochganimizda holat shunaqa edi. Men bironta bir ustani yomon demayman, faqat o'zini ishini biladiganga olib borishinglarni maslahat qilganman har doim. Biz harakat qilmoqchi bo'ldik. Mana ko'rsanglar bo'ladi, hozir mikroskopga qo'yib ko'rsatib beraman. Mana ko'ryapsizlar, oyoqlarni qanaqa darajada yulinib ketgan. Yana tepalarida ham bor, hali ko'rsatmayman uni. Holat ko'ryapsizlar, buni hech qachon tiklab bo'lmaydi. Telefonimizda shu bilan oxirgi vazifasini ham bajarib oldi. Endi shunchaki qayerdadir yotadi yoki tashlab yuboriladi. Boshqa varianti yo'q.